Assalomu alaykum, hurmatli hunarmandlar. Mana biz 2025-yil 5-apreldan Respublika Hunarmand uyushmasi Turizm qo'mitasi bilan hamkorlikda hunarmandlik sohasida startap loyihalar tanloviga e'lon berildi. Bu grant loyihalari ajratilyapti. Bu birinchi o'ringa 70 million va ikkita 50 milliondan 170 million mablag' ajratilyapti. Mana shu o'tgan 3 kun davomida 30 ga yaqin arizalar kelib tushdi. Men bir mutaxassis sifatida shu tushgan arizalarni ko'rib, men ulardan bir qator yana Respublika Hunarmand uyushmasi bir tushuntirish berishi lozim ekan deb to'xtalib, bugun mana shu Respublika Hunarmand uyushmasining axborot xizmati yordamida shu lavhani tayyorlayapmiz. Hunarmandlik sohasida startap loyihalar tanlovi nima? Bu yerda 3 ta shart qo'yilyapti. Bunda birinchi shart, bu loyiha o'zida ekologik mahsulotlar, ekologik chiqindilardan tayyorlangan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, bu turistik shoxobchalarda, turizm sohasida yangi mahsulot bo'lishi kerak. Oldingi mahsulotlar takrorlagan yoki uni takomillashtirilgan loyihalar qabul qilinmaydi. Uchinchisi, bu albatta shu tayyorlangan yangi mahsulot bu sifat va brendlarga javob berishi kerak. Yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchidim, imkoniyatdan foydalanib, bu mahsulot bo'lishi mumkin yoki xomashyo bo'lishi mumkin. Demakki, agarda bugungi kunda ishlatilayotgan xomashyodan tashqari yangi bir mahsulot tayyorlash uchun xomashyo startap loyihasi bo'lsa, buni ham qabul qilishga tayyormiz. Men misol keltiraman. Misol uchun bizda qog'oz bor. Bu Samarqand, Buxoroda shu tut bargidan tayyorlanadi. Agarda shu qog'ozni boshqa unsurlardan yoki ipak yoki boshqa tayyorlangan boshqa ko'rinishdagi tayyorlash bo'lsa, bu loyiha ham qabul qilinadi. Va eng asosiysi, bu berilgan tanlovga o'ylab, bizni shartlarimizga e'tibor bergan holatda va men hunarmandlardan iltimos qilardim, albatta ko'proq yoshlar qatnashsa. Bu loyihamiz avvalambor yoshlarga motivatsiya berish. Yosh hunarmandlarni yangi mahsulot, yangi xomashyo bilan ishlashni qo'llab-quvvatlash maqsadida Turizm qo'mitasidan hamkorlikda o'tkazilyapti bu narsa. Albatta, ariza 5-apreldan boshlab berilishni boshlaydi. 2025-yil 15-may kuni bu oxirgi ariza qabul qilinadi. Shundan keyin bu arizalar, loyihalar ekspertlar tomonidan ko'rib chiqiladi va baholanadi va uning ichidan tanlab olingan loyihalar shu hunarmandlar tomonidan agar hududi uzoq bo'lsa, bu Zoom orqali o'zini prezentatsiya qilib, shu loyihasini isbotlab ko'rsatib berish kerak. Yoki Toshkent shahri, Toshkent viloyati yoki Sirdaryo yaqin bo'lsa, albatta Respublika Hunarmand uyushmasida belgilangan vaqtda kelib, shu loyihasini himoya qilish kerak. Bu arizalar ekspertlar tomonidan saralanadi. Bu ekspertlar kimlar? Bizda konferensiya 2024-yil 21-avgust kuni navbatdan tashqari 7-konferensiya saylangan Respublika badiiy kengash a'zolari ekspert sifatida qatnashadi va ular saralab beradi. Saralangandan keyin biz mana shu yangilik, yangicha yondashayotgan, an'anaviy hunarmand saqlayotgan nomdor hunarmandlardan iborat 7 kishilik juri bo'ladi. Bunda san'atshunoslar ham bo'ladi. Mana shu xolis juri mana shu tanlovda baholab, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarda aniqlab beradi va bu birinchi navbatda Respublika Hunarmand uyushmasini axborot xizmati tomonidan va boshqa sayt orqali e'lon qilinadi g'oliblar.